Ovozim eshitilyaptimi? 9-mavzu Shayboniylarning tashqi siyosati. Shayboniylar tashqi siyosatida Xorason masalasini ko'ramiz dastlab. Shayboniylar hokimiyat tepasida turgan vaqtda Xorason masalasi asosiy kun tartibida turgandi. Nimaga deganda 16-asr mobaynida faol tashqi siyosat olib borgan Hindistonda va Eronda manfaatlar to'qnashyapti. Hindiston, Eron, Shayboniylarning o'zaro manfaati, uchta siyosiy kuchning manfaati Xorasonda to'qnashdi. Shayboniylar Hirot va Balxga egalik qilish uchun harakat qilgan. Asosiy tashqi siyosatning asosiy yo'nalishi Xorason masalasida Hirot va Balx shaharlari bo'lgan. Xorasonni nazorat qilish, qo'l ostida ushlab turish masalasida Muhammad Shayboniyxon, Ubaydullohxon, Abdullaxon II. Mana shu 3 ta Shayboniyxon, Ubaydullohxon, Abdullaxon II Xorason masalasida qo'li baland kelgan. Boshqa paytlarda Xorason nima bo'ldi? Boshqa paytlarda Xorasonni Shayboniylardan tortib olib qo'ygan Safaviylar. Xorason uchun bo'lgan kurashlarni muvaffaqiyatli olib borish yo'lida Safaviylarning asosiy to'sig'i bu Usmoniylar davlati edi. Ya'ni Usmoniylar yordam berib turgan. Navro'z Ahmadxon, Abdullaxon II va boshqa sultonlar o'sha Usmoniylar bilan yaqinlashgan. Buxoroning hukmdorlari Xorason masalasida yoki umuman olaylik, Safaviylarga qarshi kurash masalasida Usmoniylardan yordam olishni xohlardi. O'z navbatida o'zbek davlatlari poytaxtiga bir necha bor elchilar yubordi. Usmoniylar davlati ham. Masalan, Shahzoda Abdulmo'min Sulton. Abdullaxon IIning farzandidir. Otasidan keyin 6,5 oy turdi xolos-ku, hokimiyat tepasida. Otasidan keyin turgan, tezda o'ldi, fitnachilar o'ldiriladi. Abdulmo'min Sulton Murod IIIga yuborgan xatida Eronga qarshi kurashni taklifini bildirgan. Eronga qarshi bu asosan Abdulmo'min nega Eronga qarshi kurashalik deyapti? Sababi Abdulmo'min valiahd sifatida Balxda turar edi. O'zi turgan joyning ahamiyati va Eronga qarshi kurash uning zimmasida yuklatilgan edi. Sababi otasi Buxoroda Abdullaxon II. Bu Balxda turib, Balxni qanday qilib bo'lmasin hokimiyatini mustahkamlash uchun Murod III bilan yozishmalar olib borgan. Shayboniylar Safaviylarga qarshi kurashda Boburiylardan ham foydalanishga harakat qildi. Shayboniylar Safaviylarga qarshi kurashda Boburiylardan ham yordam oldi, lekin Boburiylar kurashga qo'shilmagan. 1576-yilda Eronda vujudga kelgan siyosiy inqirozdan foydalangan Murod III Safaviylarga qarshi urush ochadi. 1576. Murod III. Bu voqea Abdullaxon IIning Xorasonga bostirib kirishiga ham bahona bo'ladi. Bu yoqda Eron, Usmoniy turklar urushyapti. Endi Eronda diqqati bo'linadi, kuchi bo'lindi. Parallel ravishda Abdullaxon II ham Xorasonga bostirib kirdi. Mashhad, Nishopur kabi shaharlarni egallab olgan. Ya'ni bu joyda asosiy bir-birini qo'llab-quvvatlovi ham shunday qulay fursatdan foydalanib qoldi. Abdullaxon II Hindistonga jo'natgan elchisi, eslab qolasizlar, Mir Quraysh bo'ladi. Mir Quraysh elchisini jo'natdi Hindistonga. Maqsad Badaxshon va Eronning boshqa hududlarini Shayboniy hukmdor tomonidan egallanishi tufayli o'zaro munosabatlarga oydinlik kiritish. Abdullaxon II Badaxshonni, Eronning ba'zi hududlarini olgan. Endi o'zaro aloqalarni Hindiston bilan oydinlik kiritish maqsadida Mir Qurayshni Hindistonga jo'natyapti. Boburiylarning yetakchisiga yo'llagan xatda aytdi, Badaxshonning zabt etilish sabablarini tushuntirdi. Ya'ni nega Badaxshon sari yurish qildi? Bu Hindistonga yaqin joy bo'lganligi uchun tog'li Badaxshon hududi hozir Afg'onistonning, Tojikistonning janubiy hududlari kiradi. Mana shu joy zabt etildi. Bu orqali dedi, biz Xorasonga chiqamiz dedi. Xorasonga chiqamiz, Makka va Madinaga yo'l ochiladi biz uchun dedi. Kofirlar zulmidan qutulish yo'lidagi harakat sifatida asoslagan. Ya'ni bu joyda kofirlar zulmi deb nazarda tutilyapti. Ruslar bor edi-ku. Rus tomonidan, Ashtarxon tomonidan ketar edik biz. Hoji Tarxon, Kaspiyning shimolida. O'sha tomondan emas, bular asta-sekin Badaxshonni olib, Xorasonni to'liq qo'lga kiritib,
Makkaga qisqa yo'l ochmoqchiman degan ma'noda xat yozdi. Demoqchi bo'lyaptiki, Abdullohxon akaning diplomatiyasi Hindistonga yondosh bo'lgan hududlarni egallashdan maqsad Hindistonga yurish qilish yoki Hindistonga yaqinlashib bosim o'tkazish emas. Bizning asl maqsadimiz dedi, Makka va Madinaga yo'l ochildi. Kofirlar zulmidan qutulish uchundagi harakat deb izohlayapti. Badaxshonni, Eronning ba'zi hududlarini bosib olish sabablarini tushuntirdi. Bu joyda yana bir kofirlar deganda Eronliklarni ham butun islom ulamolari adashgan sifatida musulmonlar safida bu paytda chin musulmonlarga qo'shishmaydi. Sababi bilamiz, Eron Shia mazhabida Shiyalar bizning e'tiqoddan emas, ular e'tiqodi sal boshqacharoq. O'shani ham nazarda tutilyapti. Endi Mir Quraysh bor, 7-sinf O'zbekiston tarixida Ali Qarib degan shaxs keladi. Ali Qaribni eslaysiz, kim edi u? Men esa mavzuni davom ettiraveraman. 1586-yilda Buxoroga Hakim Humom bilan Sadr Jahon keldi. Akbar Shohning elchilari. Hakim Humom, Sadr Jahon boshchiligidagi elchilar yetib keldi. Akbar Shoh Shayboniylar bilan bo'lgan munosabatlarni keskinlashtirmaslikka qaror qildi. Ya'ni bu joyda nizolar yuzaga kelishini xohlamayapti. Bizda manbadan ko'chirma berilgan Ziyodullo Muqimov, huquqshunos olim, Temur tuzuklari, Zafarnoma, Boburnoma kabi manbalarda turk-o'zbek urug'larining o'sha dasht o'zbeklarining urug'lariga taqqoslaganda ular orasida deyarli farq yo'qligini ko'ramiz. Turk o'zbeklar u dashtliklar bilan deyarli bir xil etnik jihatdan edi. Yuqoridagi manbalarni yuzakroq o'rganishning o'zi hali dasht o'zbeklari ikki daryoda joylashmagan vaqtda 14-15-asrlarda o'zbeklarning tarkibida bo'lgan urug'lar bu joyda yashagan deyilyapti. Ya'ni 14-15dan boshlab bizda ham o'zbek urug'lari Mo'g'rin Nahrda ham mavjud bo'lgan, ommatan ko'chib kelish 16-asrda bo'ladi. Yuqoridagi manbalar Temur tuzuklari, Zafarnoma, Boburnoma asarlarida Temurbek va undan oldingi davrda ikki daryo oralig'ida Arg'unlar, Oyrotlar, Qavchin, Do'g'lat, Ming, Mo'g'ul, Uyg'ur, Turkman, Norin, Itarchi, O'tarchi ham deb ataladi. Qarluq, Qushchi, Tulkchi, Tatar, Kerait, Qipchoq, Mang'it, Tog'ayi va boshqa turli urug' xalqlar yashagani keltirilyapti. Mana shu urug'larning barchasi Temuriylar davlatida, dasht o'zbeklari davlatida ham bo'lgan. Etnik tarkib bo'lgan va dasht o'zbeklarining yo'lboshchisi Shayboniyxon edi. Dastlab faqat o'zbek urug'iga, 6 o'zbek urug'iga mansub joylardan kelishgan bular. Kimlar edi? Qushchi, Do'rmon, Uyg'ur, Qurlat, Echki, Nayman. Dastlab 6 urug'ida, keyin 15 urug'ga tayanib hokimiyatni qo'lga olgan. Shayboniyxon o'zi qaysi urug'dan? O'zbeklarning 6 urug'idan boshidan edi. Tayanchi. Ular ko'chib kelishi 6 ta urug' bilan ko'chib keldi. Qushchi, Do'rmon, Uyg'ur, Qurlaut, keyin Echki, Nayman. Mana shu 6 talovi keldi, keyin 15 urug'ga tayanib hokimiyatni qo'lga oldi. Boshida 6, keyin 15 bo'ladi. Shuning uchun ham bu urug'larning madaniyati, ijtimoiy jihati har xil bo'lsa-da, kelib chiqishi asli bir xil o'zbek urug'laridan. Tarix g'ildiragini bosib o'tilgan ma'lum bir nuqtasida hokimiyat va ustunlik bir-biri bilan shiddatli kurashlar, siyosiy kurashlar kechgan. Bu urug'lar o'rtasida ham albatta ikkala sulola ham bizning bobolarimiz, ajdodlarimiz sanaladi deyiladi. Ya'ni Temuriylar ham, Shayboniylar ham aslida etnik birlik jihatidan juda begona emas demoqchi. O'zbek urug'lari xilma-xil tarkibga ega demoqchi. Ya'ni bizning yurtimizga bu matnni berilishidan maqsad Shayboniyxon keldi-ku. Shayboniyxon keldi, bir qanaqadir mana ruslarning kelishidan yoki bo'lmasa inglizlarning kirib kelishidan farq qiladi Shayboniyxonning kirib kelishi. Biz bilan etnik jihatdan yaqinroq bo'lgan xalqlar qo'shilgan shimoldan kelib bizga. Ikkala sulola bizning bobolarimiz, ajdodlarimiz. Vorislar ulug' ajdodlarini tanlay olmaydi. Ya'ni biz undanmiz, biz bundanmiz
Biz boshqamiz deb voris tanlay olmaydi. Ular Allohdan degan ishora bor. Ya'ni ajdodlar bizga o'tgan ajdodlarimiz davlatchilik va madaniyatimizning o'sha paytda biz ularning vorislari sifatida zaminda yashab kelamiz. Endi bu yerda Ziyodullo Muqimov huquqshunos olim etnik izoh berdi. Temur tuzuklari, Zafarnoma, Boburnomani tahlil qilib, turk o'zbek urug'lari dasht urug'larida yashagan katta urug'lar deya ta'rif berilyapti. Faqat qarang, mana shu joyda yuqoridagi manbalarni tahlil qilamizki deyapti. Bu o'zbeklar faqat ikki daryo oralig'ida joylashmagan. O'zbek xalqi deganda faqat Mo'g'rin nahrini tushunmaslik kerak. Bular boshqa urug'lar bilan yondosh xalqda keng hududda yoyilgan. Bu hududdan bu hududga ko'chdi xolos endi bular. Biz uchun 7 yot begona odam kelib qolmadi. Demak, Shayboniylar davrida markazlashgan davlat tuzish yo'lida asosiy raqiblaridan biri Qipchoq tashdidagi qozoq sultonlari edi. Qipchoq tashdidagi qozoq sultonlari Shayboniylarning asosiy raqiblaridan biri. 16-asr boshida qozoq sultonlari Shayboniyxonning harbiy yurishlaridan foydalanib, Mo'g'rin nahriga bir necha bor bosqinchilik yurushlari qiladi. Buxoro va Samarqandni ham qozoqlar talab ketdi. Aholini asirga oldi. 1509 qozoq sultonlaridan Jonish sulton, Burundiqxon, Qosim sultonlarga Shayboniyxon zarba beradi. Bu uchalovi Jonish, Burundiqxon, Qosim bu uchaloviga Shayboniyxon tomonidan zarba berdi. Buning natijasida 1509-yildan keyin Sig'inoq, Yassi, Savron shaharlarini qo'lga kiritdi. Turkistondagi Ahmad Yassaviy maqbarasini ham Yassi Turkistonda edi-ku. Turkiston hududi. Ana o'sha joyini ham Shayboniyxon qayta tiklatadi. Shayboniylar hukmronligi davrida mamlakatning shimolida joylashib olgan Qozoq xonligi bilan aloqalar olib bordi. Bu aloqalar to'qnashuvlar tufayli izdan chiqqan. Ya'ni bir-biriga nisbatan bular adovat ruhida edi. O'zbek davlatlari Sibir xonlik bilan ham aloqani yo'lga qo'ydi. Ko'chimxon bog'liq, Ko'chimxon va Abdullohxon 2. Ko'chimxon Abdullohxon 2 ning yordami bilan 1563 da taxtga chiqdi. Sibir xonligida hokimiyat tepasiga keldi. Sibir xonligida Shayboniylar Sibir xonligi g'arbiy qismida islom dinini tarqalishida muhim o'rin tutdi. Ayni paytda islom dinining tarqalishida Shayboniylarning xizmati bor. Ya'ni qaysi ma'noda? 1574-yilda Abdullohxon 2 ga yo'llagan maktubi Ko'chimxon yozadi. Ko'chimxon davlat hududida kishilar iymon yo'liga boshlovchi aziz avliyolar yo'q dedi. Ya'ni Sibirda aziz avliyolar, ulug' din olimlari yo'q, sayyidu shayxlardan yuborishni so'raydi. Ya'ni bizga dedi, dinni o'rgatadigan vakil jo'nating dedi. O'zbek hukmdori bu iltimosni qondirib, ilk turonliklarning Sibirdagi sonini ortib boradi. Shu tariqa, ya'ni Sibirga o'sha din vakillarini jo'natadi. Bu uning ta'sirini oshganligidan deyiladi. Buxoroning Sibirdagi ta'siridan dalolat beradi. Rossiya hukmdori Ivan Grozniy Qozonni 1552 da oldi, Ashtarxonni 1556 da oldi. So'ng ruslar sharqqa yurish qildi. Asta-sekin manfaatlar endi Sibirda to'qnashdi. Buxoro va Rossiya manfaatlari to'qnashgan nuqta Sibir xonligi hisoblanadi. Rossiya boshida Yermak boshchiligidagi kazaklarni jo'natadi Ko'chimxonga qarshi. Yermak 1581-83 da Ko'chimxonga qarshi kurashga bordi. Bu paytda Ko'chimxonning qo'li baland keladi. Lekin davlat ichida hokimiyat zaif edi. Davlatning ichki holati zaif bo'lganligi uchun uning hokimiyati zaiflashib ketdi. Abdullohxon 2 ham yordam berib turardi, eski darslikni eslasak. Keyin Abdullohxon 2 Buxoroni o'zidagi kurashlar natijasida jo'natgan qo'shinni ham qaytarib oladi. 1581-83 yillarda muvaffaqiyati uchun Abdullohxon 2 ning xizmati bor. Keyin unga yozadi: "Sen deydi, birinchi navbatda Rossiyaga qarshi kurashar ekansan, mazmuni xuddi shunaqada. Avval ichki kurashlarga barham berish kerak" dedi. Ichki dushmanlarni yo'q qilish kerak dedi. Mana shu holatda sharqiy yo'nalishda Rossiya muvaffaqiyatga erishgandan keyin Rus davlati Shayboniylar bilan elchilik aloqalarini yo'lga
yo'lga qo'ydi va ayni paytda Ko'chimxon vafot etdi 1598da. 1598da. Shu yili Abdullaxon II ham vafot etadi. Uzoq Sibirdagi Rossiya fuqarolari. Endi uzoq Sibirdagi Rossiya fuqarolari baribir Sibirni bosib oladi. Rossiya g'olib bo'la olmadi. Uzoq Sibirdagi Sibir fuqarolari Rossiya podshosiga shunday xat yozadi. Endilikda biz tomonlarda hech qayerdan savdogarlar kelayotganlari yo'q. Ya'ni Sibirga hech kim bormay qo'ydi. Bu joyda biz nihoyatda nochormiz. Agar savdogarlar kelib ketib turganlarida bizning qornimiz to'q bo'lar edi. Oliy Hazrat Buxoro va No'g'ay xonligiga elchilar yuborib, u joylardan savdogarlar yuborishimiz so'ra. Toki bizning yerimizda ham to'kinlik bo'lsin deb murojaatnoma bor. Rossiya podshosiga kimlar yozgan desa, Uzoq Sibirdagi Rossiya fuqarolari yozgan deysiz. Nimaga? Amir Temurning bir shiori bor, dunyo savdo ahli ila oboddir deydi. Savdogarlar borgan joyda savdo sotiq qilib, bu joyda hayot qaynaydi. Bu joyda iqtisodiyot yuradi. Bozorlar to'ladi. Aholini tirikchiligi ketadi. Hozirgi tadbirkorlikdagi gapda endi mana biznes deymiz-ku o'sha davrda. Mana shu joyda Buxoro va No'g'ay xonligidan elchilar yuborib, Buxoro va No'g'ay savdogarlarini bu joyga jalb qilishni Rossiya podshosidan so'rayapti. Chunki bular Rossiyaga tobe edi. O'sha Oliy Hazrat deb shuning uchun murojaat qilyapti. Bu paytda aloqalar bo'lgan vaqtda Rossiyaga tobe bo'lmaganda bu joyga savdogarlar bordi keldi qilib turgan. Rus hukumati buxorolik savdogarlarga endi buxorolik savdogarlar o'rniga kelib ketish uchun qanaqangi bir o'ziga xos bir aksiyalar o'tkazdi. Rus hukumati buxorolik savdogarlardan soliq olmaslik, ularga boj solmaslik, ular faoliyatiga to'sqinlik qo'ymaslik borasida ko'rsatma berdi. Inobatga olgan. Mana shu xatni Rus hukumati inobatga olgan. Ya'ni soliq olmaslik, boj va ularga to'sqinliklar yo'q. Abdullaxon II davrida o'zbek davlatchiligi yana bir pog'onaga ko'tarildi. Davlat markazlashdi, ichki va tashqi siyosatda zalvorli qadamlar qo'yildi. Madaniy hayotni ham rivojlantirgan. Shayboniylarning asosiy raqib shiyalik yo'nalishida e'tiqod qiluvchi Safaviylar davlati. Bu yerda asosiy raqib shu. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar geosiyosiy ahamiyatga ega bo'ladi. Usmonli davlati g'arbda Safaviylar bilan raqobatlashgan. Endi Safaviylarning asosiy raqibi kim desa, Safaviylarning asosiy raqibi Shayboniylar emas lekin. Mana shunaqa bir gipoteza olamiz, bir faraz olamiz. Safaviylarning asosiy raqibi bu Usmonlilar sultonligi. Usmonlilar bo'lgan. Shayboniylarning asosiy raqibi Safaviylar bo'ladi. Usmonli bilan Safaviy asosiy bir-biriga raqib edi Osiyoda. Bu joyda. Shayboniylar davlati Usmonlilar sultoniga o'rtasida diplomatik va ittifoqchilik aloqalarini o'rnatgan. Shayboniylar bilan Usmonlilar yaxshi munosabatda bo'lishgan. Usmonlilar sultonligi Safaviylarning Xuroson uchun kurashda Shayboniylarni qo'llab-quvvatlab turibdi. Davlatlar o'rtasida karvonlar, savdogarlar, elchilar almashildi. Shayboniylarning yana bir o'zbek davlati, Xiva xonligi munosabatlari esa turlicha. Ya'ni turlicha degani sovuq munosabat edi. Mana bu Elbarsxon bir yordamga keldi. Do'stlik aloqalari ora-orada bo'lgan bo'lmasa, lekin asosan bir-birini hisobiga davlatlar bosib olishni xohlar edi. Xitoy bilan qanaqa? Shayboniylar Xitoy bilan iliq munosabatda. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda to'g'ridan-to'g'ri bitta iliq munosabat Xitoy bilan bo'lyapti. Rossiya bilan diplomatiya qildik. Rossiya bilan muzokara qilishga majbur bo'ldik, kelishishga. Qolgan davlatlarimiz bilan bo'lsa, aloqalarimiz Xiva bilan turlicha, Safaviylar bilan raqobatda bo'lgan. Hindiston bilan ham joy kelganda raqobatlashib qoldi. Mana keyingi davrlarda. Va boshida diplomatiya bor edi bu yerda ham. Asosiy raqibni eslab qolaylik, xolos. Mana shu kerak bizga Safaviylar. Xo'p, mavzumiz yakunlanadi. Qisqacha mustahkamlab olamiz, 2-3 daqiqalik. Egamberdiy va mikrofoningizni ochib olasiz.
Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Xo'p, shu yerda Rossiya Qozonni qachon oldi? 1552-yilda. Ashtarxonnichi? 1556-yilda. 56-yilda. Mana shu hududlarda endi manfaatlar Rossiya bilan Buxoro manfaatlari qayerda to'qnashdi? Rossiya bilan Buxoroniki Sibirda to'qnashdi Sibirda, deysiz. Sibirda, Sibirda. Sibirda. Abdulla Xonniki Sibir xonligining taxtiga chiqishiga kimga yordam berdi? 1563-yilda. Ko'chimxonga. Shunaqa. Nechanchi yilda Ko'chimxonga yo'llagan xatida Abdullaxon ikkiga Ko'chimxon xat yozadi. Bizga aziz avliyolardan jo'nating deb. 1574-yilda. Turonliklarning Sibirdagi ulushi ham oshib bordi. Xo'p, 1509-yil Shayboniyxon qozoq sultonlaridan 3 tasiga qattiq zarba berdi. Jonish sulton, Burunduxon, keyin Qosim sulton. Qosim sulton. Buning natijasida 3 ta hudud qo'shib olindi. Sig'noq, Yassi, Savron. Savron. Va o'sha Yassini oldi. Turkistonda Xo'ja Ahmad Yassaviy maqbarasi bor, Amir Temur qurdirgan. Aynan o'sha maqbarani qaytadan ta'mirlatib qo'ydi. Bu maqbarani qaytadan ta'mirlangan. Mir Quraysh kim bo'ldi, ustoz? Mir Quraysh. Mir Quraysh Abdullaxon ikkini nimasi elchisi bo'lgan, Hindistonga jo'natgan. Shunaqa. Mir Quraysh Abdullaxon ikkining elchisi Hindistonga xat yozar ekan, qanaqangi munosabatlarni tushuntirib berdi Hindistonga. Hindistonga yaqinlashib qolganligi sababli, ya'ni Badaxshonni bosib olganligi sababli Mir Quraysh tomonidan endi o'sha Mir Qurayshni elchi sifatida jo'natyapti. Bu joyni bosib olishdan maqsadimiz Makka va Madinaga, ya'ni g'ayridinlardan bu joyni tozaladik, Makka va Madinaga yo'l ochdim deb yozadi. Ochiqlik kirityapti-da, oydinlik. Oydinlik, diplomatiya bu yerda albatta. Xo'p, mamlakatda Buxoroga 1586-yilda Akbar Shoh o'z elchilarini jo'natdi. 2 kishini jo'natgan. Hakim Humom, Sadirjahon. Hakim Humom va Sadirjahonlar keldi. Bu ikkalovi yaxshi qo'shnichilik munosabatini bildirgan. Xorasonda 3 ta kuch bir-biri bilan to'qnashib qoldi. 3 ta siyosiy kuch. Kimlar ekan? Shayboniylar, Safaviylar va Hindistonda Boburiylar. Boburiylar. Qaysi Shayboniylar, Shayboniy qaysi hukmdorlar Xorason masalasida ustunlik qildi? Shayboniyxon, Abdullaxon II, Ubaydullohxon. Mana shular ustunlik qilgan. Xo'p. Balxda turgan Abdulmo'min, Shahzoda Abdulmo'min deyiladi. Abdulmo'min xon sifatida qisqa fursatda turgan. Balxdaligida mustaqil tarzda, ya'ni Balxning ahamiyatini anglagan holatda qaysi Usmonli turk sultoniga xat yozgandi? Murod III. Murod III nechanchi yilda Eronga urush boshlaydi? 1576-yilda. 1576. Abdullaxon II bundan qanday foydalandi? Abdullaxon Xorasonga hujum uyushtiryapti-da, Hirot bilan Mashhad bilan Nishopurni bosib olyapti. Mashhad Nishopurni bosib oldi. O'z o'rnida Abdullaxon II ham, Navro'z Ahmadxon ham, Abdulmo'min xon ham, Shayboniyxon o'zi ham, boshqa hukmdorlar bilan ham Usmonli turklar bilan munosabati yaxshi. Yana Xitoy bilan ham munosabat iliq dedik. Qaysi davlat bilan munosabatlar turlicha dedik Shayboniylarning tashqi siyosatda? Xiva xonligi. Xiva xonligi bilan turlicha bo'lgan. Albatta o'z o'rnida. Xo'p, nechanchi yilda Yermak boshchiligidagi kazaklar Ko'chimxonga qarshi kurashga kirishdi? 1581-83-yillarda. 81-83. Uzoq Sibirdagi Rossiya fuqarolari Rus podshosiga, o'zini podshohlariga qanaqa maktub yozishgan? Ularda yerlarga, Sibirga savdogarlar kelmay qo'yganida, ular o'sha hayoti og'irlashganligi sababli bizga ham Buxoro bilan No'g'ay xonligiga maktub yo'lla, bizni davlatimizga ham savdogarlar kelsin, bizni qornimiz to'ysin degan ma'nodagi maktub yozishadi. Rus hukumati bunga qanday munosabat bildirgan?
Bunga javoban endi o'sha Buxoro savdogarlariga boj to'lamayapti, soliq to'lamayapti va erkin savdo qilish uchun imkoniyat beryapti Sibirda. Shunaqa. Xo'p, bu asosiy raqibi, shayboniylarning asosiy raqibi. Asosiy raqibi Safaviylar edi. Xo'p, kazak bilan qozoq bir millatmi degan savol berilyapti-da guruhda. Menimcha Kazak, birmas. qozoq. Yo'q, kazak krepostnoylikdan chiqqan qaram dehqonlar ozod bo'ladi-ku. Keyin ular Ha, harbiy xizmatga olishgan. O'shalar kazak deyilgan. Qozoq u millat. ha. Ikkalasi ikki xil tarzda talqin qilinadi. Ular harbiy askarlarni ham jo'natardi. Qaysidir janglarda kazaklardan tashkil topgan deb aytilardi. Yermak kazaklar rahbari bo'ladi. Kazak. Yermak boshchiligida kazaklar keldi, shunaqa. Yaxshi, rahmat ustoz, eshitib turasiz. Rahmat ustoz.